Yo do'stlar, siz eng mashhur Real MMA kanaldasiz. Bu kanalda so'nggi MMA va boks yangiliklari birinchilardan bo'lib sizlarga uzatilinadi. Obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Biz boshladik. Duxing yo'qmi? Sen erkak emassan, tushunabsanmi? Seni chistay yo'q, kepish. Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Armeniya Yerevanga keldik. 28-boy. Kepish, qanisan, kepish, tentak. Qanisan? Nima boyda atkaz qilding? Liga aytsan. Meni qornim og'rib qoldi, u yoq bu yoq deb. Boyda olding, baltamatsa qilding. Figura qilib. Qani, nimaga kiymading sen? Nimaga kiymading? Duxing yo'qmi? Sen erkak emassan, tushunabsanmi? Seni chistay yo'q, kepish. Senga emas, tushunabsanmi? Baltamatsa qilib, qog'ozdan yirtib, publika qilding. Qani? Man oktagonni-chi sendan surat olmoqchi edim, boka, surat olmoqchi edim. Sen kelmading. Senga emas, tushunabsanmi? Kepish tentaydi, qorni og'rib qolgan, u bilan boy bo'lmaydi. Saperni almashdi, 28-yil urushaman. Duoda o'qib turinglar, chiroyli boy qilaman. Hammalaringizga rahmat. Dana White g'irromlik qildi, lekin uni bu qilgan g'irromligi UFC'ni dunyodagi eng ko'p muhokama qilinayotgan promotionlardan bittasiga aylantirdi. Bu qanaqa g'irromlik? U bilasizlar, Mavsar Yevloyev 100% kamarga da'vogar bo'lishi kerak. Lekin uni bitta og'iz aytgan gapi, ya'ni Dana White'ni konferensiyada Mavsar katta ehtimol bilan kamarga da'vogar bo'lishi mumkin, asosiy da'vogar deb aytdi. Katta ehtimol, ya'ni shubha bilan gapirganligini o'zi UFC'ni juda ham ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Ya'ni hamma bilyapti 100% Mavsar da'vogar, lekin nimaga Dana White unaqa qiladi? Kim bo'lishi mumkin? Kimni qo'yishi mumkin? Kim bunaqa o'rniga chiqib qoladi? Boshqa qanaqadir jangchilar o'zini taklif qilishni boshladi, masalan, Jon Silva, boshqa jangchilar o'zini taklif qilishni boshladi. Hattoki Arman Sarukian ham 66 ni kamari uchun kelaversa Volkanovski bilan urushmoqchiman degan tilaklarini bildirdi. Nima uchun? Agar u shunchaki Mavsar 100% da'vogar bo'ldi, endi aniq Volkanovski bilan Mavsar urushadi deganida intriga bo'lmas edi. Lekin baribir haqiqatdan ham bu narsani ko'p yildan beri UFC'ni kuzatayotgan muxlislar bilsa kerak, Dana White qanchalik aqlli yurishlar qiladi va promotionni har doim top darajada, eng ko'p muhokama qilinadigan darajada ushlab turish uchun mana shunaqa xitriyliklarni ham qilib turadi. Hammaga assalomu alaykum vatandoshlarim. Bugun yana bitta g'alaba qo'limizda kiritdik, yana bitta kamarni O'zbekistonga olib kelamiz. Hammangizga duolaringiz uchun, podeshkangiz uchun kattakon rahmat. Allohga shukr, yutdik. Kamar O'zbekiston ketadi. Hammangizni Navruz bayram bilan tabriklayman. Ayit muborak bo'lsin. Hozir ozgina dam olamiz, keyin yana trenovka qilib, sizlarni xursand qilamiz katta arenalarga. O'zbekiston bayrog'ini yana tepaga ko'taramiz. Rahmat.